Agar sizdan 3-jahon urushi yadroviy bo'lishi mumkinmi deb so'rasam, avvaliga ikkilanasiz, ammo oxir-oqibat yo'q deb javob berasiz. Axir unda g'olib bo'lmaydi. Undan hech kim naf ham olmaydi. Siz haqsiz. Agar u tasodifan, masalan, hozir yangi yil sovg'alarini tanlayotgan paytingizda boshlanishi mumkinmi deb so'rasamchi? Ishonch bilan yo'q deb aytasiz. Dunyo kamida 18 marta halokat yoqasida bo'lgan deb aytsamchi? 1983-yilda Podmoskoviyadagi maxfiy bunkerda signal chalindi. So'nggi rusumdagi Oka sun'iy yo'ldoshi AQSh tomonidan otilgan 5 ta raketaning yolqinini ilg'adi. Navbatchi ofitser Stanislav Petrov SSR javob zarbasini tayyorlash uchun bu haqida qo'mondonlikka xabar berish kerak edi. Ammo unga Amerika yuzlab emas, faqat 5 ta raket yuborgani g'alati tuyuldi.